Stentdan o'tish bo'yicha sportchimiz jahon rekordini yangiladi. Qatarning Doha shahrida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida O'zbekiston milliy loydan otish jamoasi 3 ta medalni qo'lga kiritdi, deb xabar beradi Milliy olimpiya qo'mitasi matbuot xizmati. Oxunjon Abduqodirov o'smirlar o'rtasidagi trap musobaqasida oltin medalni qo'lga kiritib, yangi jahon rekordini o'rnatdi. Yaroslava Yeshtanova ham ushbu musobaqada kumush medalni qo'lga kiritdi. O'smirlar o'rtasidagi trap jamoaviy musobaqasida O'zbekiston jamoasi Oxunjon Abduqodirov, Azamat Qayyumov va Shohrux Sadirov 3-o'rinni egallab, bronza medalini qo'lga kiritdi. Medal sohiblarining yakuniy ro'yxati. Oltin: Oxunjon Abduqodirov, trap, o'smirlar. Kumush: Yaroslava Yeshtayeva, trap, o'smirlar. Bronza: Oxunjon Abduqodirov, Azamat Qayyumov, Shohrux Sadirov, trap, o'smirlar jamoaviy dastur. Bu natija nafaqat O'zbekiston uchun, balki mintaqadagi butun sport hamjamiyati uchun muhim voqeadir. Biz MDH davlatlarini birlashtiruvchi asosiy yutuqlar, rekordlar va voqealarni siyosatsiz yoki keraksiz shov-shuvsiz yoritib boramiz. Asosiy sport va jahon yangiliklaridan xabardor bo'lish uchun Dunyo nigohi kanaliga obuna bo'ling. Qisqacha, aniq faktlarga asoslangan. Agar siz dunyoning turli burchaklaridan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.